Temur aytadi, 1196-yilda Nikopol jangiga ketayotganingda Yildirimga qarab shunday deganman. Ey farzand, sen bilan mening dushmanligimiz taqdirda bor, bir kun kelib bir joyda to'qnashamiz, albatta uchrashamiz. Lekin hozir shuni eshit. Sen musulmonsan, men ham musulmonman. Sen hozir dushman bilan urushga ketyapsan. Men senga ruxsat beraman. Senga zarba bermayman, menga orqangga bemalol o'gir, menga orqa qil, borib dushman bilan urush. Men senga hujum qilmayman, senga qarshi chiqmayman. Hatto xohlasang senga askar ham yuboray, yordam ham beray. Chunki agar g'arbiylar seni yengsa, ular biz Boyazidni yengdik demaydi. Bizlar musulmonlarni yengdik deydi. Men ham turkman, ham musulmonman. Bu narsa menga og'ir botadi. Shuning uchun senga yordam bermoqchiman. Shundan keyin Yildirim shunday javob beradi. Yo'qol, sen kimsan o'zi? Men sen bilan ham urushaman, ular bilan ham urushaman. Lekin bu qanday yurak? Xuddi buqa yuragidek. Bu odamning har joyida yurak bor. Ana shu yurak aynan o'sha jur'at oxir-oqibat Usmonli davlatining yo'q bo'lish orqasiga olib kelgan jur'atdir.